Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, sehr, jodu va yo'lni bog'layotganlarga nima chora ko'rsak bo'ladi? Agar islomiy davlat bo'lsa, ularda hukmi qatl. Haddu sahi dorbatun bis-sayf aw darbuhu bis-sayf. Mana aqida kitoblarida va fiqh kitoblarida ulamolar rivoyat qilishadi mana shuni. Ba'zilar hadis tarzida, ba'zilari sahobalarning so'zi tarzida. Muhimi bir shariatdagi qonun bu. Sehrgarning jazosi qilich bilan chopish. Aniqtulu kulla sahirin va sahira. Nabiy sallallohu alayhi vasallam barcha sehrgar erkak va ayollarni o'ldirishga buyurganlar. Va Hafsa onamiz bir joriyalar sehr qilganini bilib qolib, o'zlari uni o'ldirganlar deyilgan. Endi bu islomiy davlat bo'lsa, islomiy davlat bo'lmasa nima qilasiz unda? Birinchidan, o'shanaqangi sehr jodu qilayotganlarni davlatga shikoyat qilasiz. Avvalambor nasihatkor qilmasa-da, endi nasihat qilganingizdan keyin davlatga shikoyat qilasiz, davlat ularni masalan borib jarimaga tortadi, kerak bo'lsa ba'zasini qamab qo'yadi, odamlarga zarar berayotganligi uchun. Muhimi o'shanda o'shalarni zararidan o'zingizni ham, odamlarni ham qutqarasiz. Endi agar ularni shaxsini tanimayman desangiz, kimligini bilmaysiz, masalan sehr qilib yotibdi. Unda faqat Alloh azza va jalla bilan panohlanasiz. Shuning uchun mana Falaq Nos suralari nozil qilingan. Sehrdan panohlanish uchun. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sehrdan shu bilan qutulganlar. Sharri nafathati fil uqad deyiladi mana shu suralarda. Tugunlarga dam uruvchilarning yomonligidan panoh tilayman deb aytdigan. O'zingiz taqvo qilasiz. Va mahum bidarrin min ahadin illa bi iznillah. Ular hech kimsaga Allohning iznisiz zarar bera olmaydi degan Alloh Qur'onda. O'zimiz aytgandek, o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma deydi. O'zingizni ehtiyot qiling. O'shanda kim sizga nima qilsa ham zarar qilmaydi inshaalloh. Allohu alam.